Bu sening davring. Bu sening imkoning. Boshqarishni o'rgan. Odamlarni ortingdan ergashtir. Maydonga chiq, fikr qil, qaror qabul qil, tizimni anglab yet. Bozorni his qil, pulni esa boshqar. Kelajakni rejalashtir. Hisobni yurit, nazoratni qo'lga ol. Har bir raqam ortidagi haqiqatni ko'r. Insonni tushun. Ruhiyatni his qil, ta'sir o'tkaz. Dastur yarat, butun boshli tizimlarni ishga tushir. O'rgan, ishla, kelajakni o'z qo'ling bilan shakllantir. Tarbiya ber, yangi avlodni yetishtir. Tartib o'rnat, adolatli bo'l, byudjetni to'ldir. Yerni o'lcha, ammo fikring bilan chegaralarni kengaytir. Mexanizmlarni harakatga keltir. Sun'iy intellektni bo'ysundir. Ilm izla, to'xtama. Sen qurgan binolar, sen boshqargan tizimlar, sen yozgan dasturlar, sen bergan ta'lim, sen qabul qilgan qarorlar, sen yuritgan hisob, sen ta'minlagan adolat. Bularning barchasi yangi davrni yaratadi. Maydonga chiq, o'rningni egalla. Yangi O'zbekiston sening qo'lingda.